Hech qachon trenddan qolmaydigan ko'pgina konditerlar, hattoki o'zim ham yaxshigina daromad topgan shirinlik retseptini bugun sizlar bilan bo'lishaman. Qozonchamizga suv, sariyog' hamda bir chimdim tuz solib, sariyog' erib ketgandan so'ng elab olingan unni qo'shamiz. Unimiz bir xil massa holatiga kelib, qumaloqlar qolmagandan so'ng sovutib olamiz va bitta donadan tuxumni qo'shib, xuddi shunday massa holatigacha keltirib olamiz. Konditer qopchasi yordamida tayyor xamirni pergament qog'oz solingan listga chiqazib olamiz. Shirinligimiz pishib olguncha dog' bo'lib ketgan sochiqlarimizni oppoq holatga keltirib yuvib olamiz. Buning uchun akvamarindan foydalanamiz. Ketkazish qiyin bo'lgan har qanaqangi dog'larni tez va samarali usulda hech qanaqa kimikatlasiz akvamarin yordamida tozalab olishingiz mumkin. Har doim uyingizda bo'lishi shart bo'lgan akvamarinni shahar do'konlari hamda uzun marketdan xarid qilishingiz mumkin. Bu orada pishib chiqqan shirinligimiz uchun qaymoq va qo'yiltirilgan sutdan krem tayyorlab olamiz va tayyor shirinligimizni ushbu massada yaxshilab aralashtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib idishlarga joylashtirib, ustini xohishga ko'ra shokolad pastasi yoki bo'lmasa mevalar bilan bezatib dasturxonga tortamiz. Aynan dekret ta'tilida shu shirinlikni tayyorlab yaxshigina daromad topganim kechagidek esimda. Bu retseptdan foydalanib yaxshigina daromad toping yoki bo'lmasam o'z yaqinlaringizni shirinliklar bilan xursand qiling.